Bugun sizga bir ma'lumotni o'rgatmoqchiman. Bu ma'lumot sizni hayotingizni o'zgartirishga va rivojlanishingizga yordam beradi. Ushbu ma'lumot men inson ongining yangi modeli asosini tashkil qiladigan ayrim koinot qonunlarining tavsifini bermoqchiman. Ularni bilish sizga o'z ustingizda ishlashga yordam beradi. Kasalliklaringiz va shaxsiy muammolaringiz sababini topishga yordam beradi. Bu qonunlarni men yaratganim yo'q. Ular azaldan mavjud. Biz ularni bilamizmi, bilmaymizmi? Ular haqidagi bilimimizdan qat'iy nazar amal qiladi. Bir hikmat yodingizdami? Qonunlarni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shunday ekan, keling, bu oliy qonunlarni bilib olaylik va zimmamizga javobgarlikni olaylik. Bu qonunlarni bilish va qo'llash sizga sog'liqqa ega bo'lish va hayotingizning ko'p sohasida vaziyatni o'zgartirishga yordam beradi. Har bir inson o'z olami, o'z hayotini o'zi yaratadi. Buni tushunish juda muhim. Biz o'z olamimizni o'z fikrlarimiz, tuyg'ularimiz bilan yaratamiz. Ya'ni tanamiz, ruhiy va jismoniy sog'ligimiz holati, oilada yaqinlarimiz bilan munosabatimiz, odamlar va o'rab turgan olam bilan munosabatimiz, ishimiz, moliyaviy ahvolimiz, bularning hammasi fikrlarimizning tashqarida aks etishidir. Tashqi olam ichki olamni aks ettiradi. O'z hayotingizda bu qonundan foydalanishni o'rganing. Modomiki o'z olamimizni o'zimiz yaratar ekanmiz, demak biz uni o'zgartira olamiz. Hayotingizdagi muammolarni o'zgartirish uchun, yaxshilash uchun boshqalarni ham, o'zingizni ham ayblashni bas qiling. Boshqacha qilib aytganda, bizni hayotimizdagi biror narsa qanoatlantirmasa, biz u yoki bu muammoning sababini aniqlab va qandaydir yangi narsa yaratib, buni o'zgartirishimiz mumkin. O'z ichimizga murojaat qilishimiz va ong osti fe'l-atvor programmamizni o'zgartirishimiz, ya'ni o'zimizni o'zgartirishimiz zarur. Boshqalarni o'zgarib qolishiga, boshqalar sizga yaxshi munosabat qilishiga, boshqalar sizga yordam berishiga umid bog'lab kutib yashashni bas qiling. Undan ko'ra hozirdan boshlab o'z holatingiz ustida ishlashni boshlang. Siz o'rab turgan olam va atrofingizdagi odamlarni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, unda esda tuting. Sizni o'rab turgan hamma narsa o'zingizning aksingiz. Siz o'zingizni o'zgartirsangiz, atrofingizdagi odamlar va sizning olamingiz o'zgaradi. Shunchaki aks ettirish qonunini ishga tushadi. Bu qonun koinotning buyuk tartibi va uyg'unlikni, oliy adolatliligi va sofliligini ta'minlaydi. Yodingizda tuting, biz har bir kishi fikrlariga yarasha adolatli sabab va oqibatlarni ko'ruvchi olamda yashaymiz. Siz qachondir, qayerdadir xatti-harakatlaringizda noto'g'ri amallarni bajarib qo'yasiz va uni oqibatini real hayotda ko'rasiz. Bir narsani unutmang.
insonni hayotidagi oqibat bu aslida uni natijasi. Yomonmi, yaxshimi, bular barchasi sizning natijangiz, ya'ni oqibat. Qaysidir qilgan sabablaringizni oqibati. Qaysidir noto'g'ri niyat, noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri xatti-harakatlaringizning oqibati. Harakatlar ortidan natijalar, ya'ni oqibat kirib keladi. Harakatga sizni fikrlaringiz, ya'ni qarorlaringiz sabab bo'ladi. Qarorlar qayerdan shakllanadi? Insonning ong osti haqiqatlari, ishonchlaridan haqiqatlari, ya'ni uni qarorlari shakllanadi. Qarorlar harakatga ta'sir qiladi. Harakatlar natijani, ya'ni sizni hozir hayotingizda sodir bo'layotgan oqibatlarni olib keladi. Siz o'zgartirishingiz kerak bo'lgan narsa, men doim aytib kelaman, insonning ichki avtomatizatsiyasi. Sizga doim avtomatik to'siqli fikrlar paydo bo'ladi. Ikkilanish, xavotir, qo'rquv, shubha, norozi bo'lish. Bular barchasi sizning ong ostingizda yashiringan. Bizning ong ostimizda nimalar bor? Bularni hozir sizga tushuntirib beraman. Himoya mexanizmi, sizni baxtli qiluvchi mexanizm. Himoya mexanizmi siz yomon degan, xavfli degan narsalardan himoya qiladi va bu himoya orqali sizni baxtli qilishga, tinchlantirishga va xavf-xatardan xoli bo'lishga undaydi. Himoya mexanizmi doim ishlaydi. Himoya mexanizmiga to'g'ri qarormi, noto'g'ri qarormi, uni farqi yo'q. Sizni bahoyingiz muhim. Sizni ishonchingiz muhim. Mana shu ishonchlar qachonkina o'zgarsa, sizni avtomatik fikrlaringiz, xatti-harakatlaringiz o'zgaradi. Va siz qilgan harakatlaringiz va sabablaringizga yarasha natija va oqibatlarga duch kelasiz. Agarda siz holatingizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, o'z ustingizda ishlamoqchi bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu bilimlarni sizlarga chuqurroq va soddaroq qilib yoritib berishda davom etaman. Siz esa diqqatli bo'ling va doimiy tarzda ilmga, bilim o'rganishga, tatbiq qilishga chanqoq bo'ling. Kuzatuvda bo'ling. O'zingizni kuzating. Siz nimalarni ko'ryapsiz, nimalarni eshityapsiz? Bu o'sha voqealar va o'sha hodisalar sizga qanchalik va qanday ta'sir qilyapti? Siz o'zingizni kuzating. Nimani xohlayapsiz, lekin nimaga ishonasiz? Nimani xohlayapsiz-u, lekin qanday fikrlar sizni to'xtatib turibdi? Qanday fikrlar sizni chalg'ityapti? Shularga e'tiborli bo'ling. Va izohlarda o'z holatingizni yozib qoldiring. Qadri baland qadrdonlarim.